Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimiz bitkizib bo'ldik inshaalloh. Mana bu yerda 4 ta eshik, ikki qanot, ikkita bir qanot. Bitta bir qanotimiz ichkariga ochiladi. Ko'rib turibsizlar, bittasi tashqariga ochiladi. Bular Mokri MDFlardan bo'lgan. High-tech fasonda. Ko'rib turibsizlar. High-tech fasonda bo'ldi. Mokri MDF. Haqiqiy Mokri mashi bo'ladi mana. Kimda shunaqa eshikron kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Uni O'zbekiston bo'ylab dastlabchilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida. Ko'rib turganinglar, bular tashqariga ochiladi endi. Tashqariga kimda tashqariga desa tashqariga ochiladigan qilib beramiz, ichkariga desa ichkariga ochiladigan qilib beramiz. Mana ichkariga ochiladigan, mana shunday qilinadi mana. Ko'rib turibsizlar. Zavorlarga zamonlardan qo'yganmiz. Oynalar germetlanadi. Doimiy hamma taraqlamaydi. Duppillab ochilib yopilaveradi bular. Oynalar mana. Ochilib yopishlar zo'r, xudo xolasa bularni. Mana o'rnamagani uchun bu sal taraq qilib beryapti, lekin o'rnatgandan keyin juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yerda do'konimiz bor. Mana shu yerda mana lays ochib, netib, quritib, tayyor holatga olib qo'ydik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. El xizmatidamiz. El qatori mana sizlarga ham kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar, bemalol qilib beramiz xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.